Rasululloh alayhisolom hadislari borki, halol mehnatdan charchab kelib uxlagan odam gunohdan toza bo'lib tong ottiradi deganlar. Qarang bu baxtni. Bu nimaga bu darajada maqom berilyapti desa, halol kasbni shu darajada maqomi balandligidan bu. Bir dona fazilatini aytyapman, bir donasini. Bu to'lib yotibdi buna fazilat. Lekin harom bo'lsa buni teskarisi. Haromdan pul topib kelib charchayotganlar ham bor, to'g'rimi? Agar ular shuna qiladigan bo'lsa, vagon gunoh bilan tong ottiradi bular. Shuning uchun Rasululloh bizni halollikka ko'p targ'ib qilib, hatto jannatning eshigini ochishlikni ham halol luqmaga ta'alluqlab qo'yganlar. Jannatning eshigi harom luqma yeganlarga ochilmaydi. Domla bo'lsa ham, qoraka bo'lsa ham, 150 minut umraga borgan bo'lsa ham, jay namozi namoz o'qib teshib olgan bo'lsa ham, halol luqma bo'lmasa jannatning eshigi ochilmaydi, Rasululloh hadislari.